Instagramda, YouTube'da muvaffaqiyatli odamlarni ko'ramiz va ularga o'xshab kontent qilishga harakat qilamiz, lekin nimagadir bizda o'shanaqa kontent qilganimizda o'xshamaydi, yemaydi. Xullas bizda o'xshamaydi. O'sha odamlar qilayotgan ishni ko'chiradigan bo'lsa va bu tabiiy hol. Har doim birinchi bo'lib qilgan odam esda qoladi, ikkinchini, uchinchini ko'pchilik eslab qolmaydi. Shunchaki bor bo'lib qolishingiz mumkin, lekin ajralib turishingiz, esda qolishingiz, umuman muvaffaqiyatli blog bo'lish ehtimolligi juda ham kam. Qachonki siz hamma bilan bir xil bo'ladigan bo'lsangiz yoki kimnidir ko'chiradigan bo'lsangiz. Bugungi videoda qolganlardan ajralib turish nimaga muhim, ajralib turish uchun nimalar qilish kerak va odamlar sizni birinchi bo'lib eslab qolishi uchun nimalar o'zi qilish kerak degan savollarga javob olishingizga ishonchim komil. Videoni boshidan bizani qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'yishni va kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman. Birinchi bo'lib sizga bitta savol berishdan boshlamoqchiman. Tasavvur qiling, ko'chada ketyapsiz. Ko'chada oldingizdan oq rangli Cobalt o'tib ketdi. U qanchalik sizning e'tiboringizni tortadi? U sizning e'tiboringizni tortmaydi. Chunki uni deyarli har kuni bir necha marotaba ko'rasiz. Sizga qiziq emas. Uni hammasini ichida nimasi bor, ustida nimasi bor, qanaqa benzin yeydi, motori qanaqa, hammasini juda ham yaxshi bilasiz. Lekin oldingizdan aytaylik, qip-qizil Ferrari o'tsa yoki Comco aytaylik, M4 Competition vyxloplari, juda ham chiroyli ovozlari baland bitta mashina o'tadigan bo'lsa, u bizning e'tiborimizni qanchalik tortadi? Ko'zimizdan yo'qolib qolguncha, ovozi kelmaydigan joyga yetib olguncha uni kuzatib qarab turamiz. Chunki u boshqacharoq, chunki u chiroyliroq, chunki uni ovozi boshqacha. Xullas, uni har kuni biz ko'rmaganimiz uchun ko'ramiz, kuzatamiz va o'sha ko'zimizdan yo'qolguncha unga qaraymiz. Bizani shaxsiy stilimiz ham, bizani shaxsiy brenddagi faoliyatimiz ham, bizani kontent qilishdagi asosiy ishimiz ham nima? Bizani umumiy jarayondagi asosiy vazifamiz, mayli sirazi chiqishingiz bilan aytaylik, Ferrari bo'lish bo'lmasin, lekin eng muhimi bo'lsa, sizning vazifangiz Cobalt bo'lib qolmaslik. Ya'ni hamma bilan bir xil bo'lib qolmaslik. Sizda nimadir boshqacha bo'lsin, sizni ajralib turadigan uslubingiz bo'lsin, sizdagi nimadir boshqacharoq, qaysidir o'sha jihatingiz qolganlardan farqlanib turadigan bo'lsin. Bu sizni tashqi ko'rinishingiz bo'lishi mumkin, bu sizni ustingizdagi kiyimingiz bo'lishi mumkin, bu sizni sochingiz prichoskasi bo'lishi mumkin, bu sizni shug'ullanayotgan ishingiz bo'lishi mumkin, olib chiqayotgan kontentingizdagi podxodingiz bo'lishi mumkin, kontentingizni sifati bo'lishi mumkin. Ya'ni odamlarni esida qolishimiz uchun asosiy vazifamiz Cobalt bo'lib qolmaslik va BMW yoki Ferrari bo'lishga harakat qilish tomon yurishimiz bo'ladi. Endi blog yurgizayotgan odamlar, kontent qilayotgan odamlardagi men raqamlar bilan agar gapiradigan bo'lsam, bu o'rtacha raqam shunaqaki, 100% blogini yurgizayotgan odamlar bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak, shulardan taxminan 5% bu bozordagi 95%lik ulushga egalik qiladi. Ya'ni mijozlar oqimi, reklamalar bo'yicha murojaat, bu har qanaqa taklif va hokazo. O'sha 5%lik blog yurgizayotgan insonlar 95%lik ulushga egalik qiladi va qolgan 5%lik ulushga 95% blogini yurgizayotgan odamlar bo'lishi bo'ladi. Ya'ni bundan xulosa qilishimiz mumkinki, agar biz kontent qilish davomida top 5%likka kirmas ekanmiz, biz bu yoqda deyarli pul topmaymiz. Biz faqat o'sha qoldiqlarni olayotgan bo'lish ehtimolligimiz juda ham katta. Va bu 5%likka kirish uchun bo'lsa, mana shu topda turgan odamlarni chuqur analiz qilish kerak va o'zimizga minimal o'lchovlarni qo'yib olishimiz kerak. Ya'ni qizil chiziq qatda gapirish ohangida, kontent sifatida, olib chiqilayotgan ma'lumotlarda qizil chiziq qatda va minimal mana shunaqa qizil chiziqni belgilab, undan o'tishga men harakat qilishim kerak degan asos bilan yuradigan bo'lsa, biz mana shu 5%likka kirib olamiz va bizni ajralib turishimiz o'sha xuddi qolganlarga o'xshab chiqadigan bo'lsa, 95%lik bo'lsa-ku, vashcha agar men bu 5%likda turgan odamlar bilan bir xil kontent qiladigan bo'lsa ham, biz bu joyga kira olmay qolish ehtimolligimiz juda ham katta. Ikkita bir xil salohiyatga ega bo'lgan, ikkita bir xil kontent olib chiqadigan, ikkita bir xil yo'nalishda ijod qiladigan odam baribir qiziq bo'lmaydi, bittasi ajralib turadi. Endi mana shu jarayonda bizga ajralib turishga yordam beradigan eng katta instrumentlardan bittasi bu xarizmamizni ochib bera olishimiz va uni kuchaytirishimiz bo'ladi. Ya'ni farqlanib turishimizda, kontentimizda ham, o'zimizni tutishimizda ham, odamlar bizani eslab qolishida ham va eng asosiysi bizga nisbatan pozitiv fikr paydo bo'lishi, bizani yaxshi ko'rib qolishi, bizga nisbatan simpatiyasi paydo bo'lishi uchun yordam beradigan asosiy instrument sifatida ishlaydigan jihat bu bizani xarizmamiz va buni rivojlantirish ustida ishlashimiz bo'ladi. Va shu joyda men hozir sizlarga aytib beraman, nima instrumentlar borki, o'zi xarizmani rivojlantirish ustida bizni harakat qilsa bo'ladigan. Xarizmatik odam degani chiroyli odam degani emas. Xarizmatik odam degani model bo'lishi kerak, idealniy bo'lishi kerak degan asosi yo'q. Bu yoqda
bo'lishi mumkin e'tibor berilgan tana, toza soch, sog'lom teri, sog'lom tishlar, tartibga solingan, dazmollangan kiyim, noodatiy, unutilmas, esda qolib ketadigan qanaqadir kiyinish uslubi. Misol uchun men ko'pincha rangli noskilar kiyishga harakat qilaman. Mana shu odamni vizualida esda qolib ketsin degan ma'noda. Yoki oq shim kiyaman yoki boshqacharoq rangli narsalarni kiyaman. Mana shu odamni esida qolishga va ajralib turishga yordam bersin degan maqsadda. Xarizmatik bo'lish uchun chiroyli qanaqadir fotomodel bo'lish shart emas. Men oddiy misol qilib aytaman o'zimni, odamlarni juda ham xarizmatik odam deb hisoblayman, chunki qayerga borsalar hamma ularning og'zlariga qarab o'tiradi, hamma eshitadi, hammani kuldiradilar, oshlarga, to'ylarga borsalar ham organizatsion jarayonda faqat o'zlari olib boradilar. Bu yoshliklardan shunaqa bo'lgan. Lekin odamning ko'rinishlariga agar qaraydigan bo'lsa, sochlari to'kilgan, o'ziga yarasha qorinlari bor, qorachadan kelgan, jaydari, ag'ir o'zbek odamilar qanaqadir noodatiy odam emaslar, mo'ylovlari ham bordi va men o'shandan xulosa qilganman, xarizmatik odamlar yaxshi ko'radigan, eslab qoladigan odam bo'lish uchun fotomodel bo'lish, ideal qomatdagi, ideal ko'rinishdagi odam bo'lish shart emas, lekin bu yoqda ahamiyat berish kerak bo'lgan jihatlari bor degan xulosaga kelganman. Bu xulosalar nima? Birinchisi aktiv bo'lish, energiyaga to'la bo'lish, har doim yonib turish. Siz bilan gaplashayotgan, sizni ko'rayotgan odammi ichiga kuch kirib ketishi, lanchlashib, bo'shashib qolishi yoki energiyasi sug'urilib qolishi emas. Naborot sizdan kuch olib, energiya to'lib ketadigan holatni tashkillashtirish kerak. Keyingisi gaplashilayotganda, kimgadir nimadir tushuntirib berayotganda bu tana tilini qo'shish, ya'ni qo'l bilan o'sha narsani ko'rsatib berish, tushuntirib berish. Aytaylik, dumaloq deyilayotgan bo'lsa, dumaloqni uchburchak deyotgan bo'lsa, uchburchakni nimadir narsalarni olib etish qo'yish davomida qo'l harakatlari, badan harakatlari, yuz mimikalari, ovoz intonatsiyalari, ko'z harakatlari, qosh harakatlari, umuman mavzuroq narsalar haqida gapirayotganda, jiddiyroq mavzular haqida gapirayotganda ovozlarni tushirishni bila olish, o'sha ritmni o'ynata olish yoki kayfiyat beradigan narsa haqida gapirayotganda bo'lsa, o'sha narsani kayfiyatliroq, kulgiliroq, qanaqadir yoqimliroq qilib aytib bera olish, bu ham hammasi tana tilining ichiga kirib ketadi va mana shu skillimizni rivojlantirish ustida ishlashimiz kerak. Keyingisi bu gapirayotganda hazillar qo'shib gapirish, nimadir prikolni qo'shish, faqat yemagan bo'lib qolish kerak emas. O'sha narsani aytayotganda yeydimi degan joyiga ham qarash kerak. Shu bilan birgalikda qo'pol hazil ham qilib kerak emas. Yoqimli qanaqadir odamlarga ozgina kayfiyat berib qo'yadigan, sizga nisbatan iluvli paydo qiladigan, sizga nisbatan yaxshi simpatiya taassurot qoldiradigan hazillar qo'shib ora-orada mana shunaqa kuldirib gaplashish tashkillashtirish. Keyingisi va eng asosiylaridan bittasi bu odam o'ziga nisbatan ishonchi oshirish, ya'ni so'ziga, o'ziga qilayotgan ishiga nisbatan ishonchi oshirib va mana shu ishonchi ikkinchi tomonga ko'rsata olishi va xuddi shu hozir sanab o'tgan narsalarimiz hammasi birlashmasida odamning xarizmasi ko'rinishi, odamning xarizmasi rivojlanishini men guvohi bo'laman va mana shu skilllarimizni oshirib, kiyinishimiz, energiyamiz, o'zimiz yaxshi ko'radigan o'sha ishlar, hobbilarni qo'shib, boshqalardan ajralib turadigan qilib o'zimizni shakllantirib, gaplarimizning orasida hazilni qo'shib, o'zimizga nisbatan ishonchimizni oshirib kontent qilishga kirganimizda avtomatik ravishda qolganlardan farqlanib qoladigan, o'zimizning xarizmamiz bilan qolganlarni esda qoladigan shaxsiy brend qilishimizga yordam beradigan instrument sifatida ko'raman. Keyingi masala va eng asosiylaridan va bozorda ko'pchilikka yetishmaydigan va qolganlardan ajralib turish. Xuddi shu narsani sizga o'xshab kontent qilayotgan yana 10 ta odam, 100 ta odam chiqsa ham sizdan ko'chirib bir xil qilib qo'ya olmaydigan bitta zo'r instrument borki, buni men hammaga tavsiya qilaman va juda ko'pchilik buni ishlatmayotgan instrument sifatida bilaman va xuddi shu narsani ustida ishlaydigan odam borki, u odam qolganlardan farqlanib turadigan, esda qoladigan va odamni aynan shu insondan sotib olishiga, shu insonni tanlashiga, shu insonga obuna bo'lishiga va uzoq vaqt esdan chiqarmasdan eslab qolishiga yordam beradigan eng zo'r instrumentlardan bittasi bu storytelling bo'ladi. Siz qanaqa yo'lni bosib o'tganingiz, sizni tarixingiz qanaqaligi, sohaga qanaqa kirib qolganingiz, ishingizdagi bo'lgan qiyin vaziyatlar, o'zingizning hayotingizda nimadan keyin nima holatga keldingiz, nima yo'lni bosib o'tdingiz, qanaqa etapdan chiqdingiz degan narsalarni kontentlar orqali chiroyli qilib aytib, ko'rsatib, o'sha narsalarni yoritishingiz va buni hech kim takrorlay olmaydi, odamlarning esida qoladi va aynan sizni tanlashiga bu narsa sabab bo'ladi, qachonki o'sha odamni qalbini erita oladigan, sizni zo'r yoritib bera oladigan va
mana shu odam shunaqa kirib qolgan ekan, men umuman boshqacha odam deb o'ylagan edim, bu boshqacha odam bo'lib chiqdi degan narsa bilan esda qoladigan instrument sifatida ishlaydi. Va mana shu hozir storytelling bo'yicha ikkita videoda misol ko'rsatib tushuntirib beraman. Menimcha sizga yaxshi tushunarli bo'ladi. Bittasi meni o'quvchim, darslarimizda o'qigan odamni misol qilib ko'rsataman, ikkinchisi o'zimni videolarimda misol qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, birinchi videoni ko'ramiz. Bu qo'y sohasiga kirib kelishim, oldin o'zi qo'ydan rosa qo'rqardim. Qo'y qarashga yoqmas edi. Qo'y tushunmas edim ham to'g'risi. Bu joylar hammasi adamdan qolgan. Adam aytadilar, choyxonaga to'g'ri ketayotgan paytlari bolam qo'ylarga qarab qo'ygandirdilar. Shuna kelardim, qaragim kelmasdan, shunda uzoq-uzoqdan qarab, nomiga suvini berib ketardim, yoqmas edi. 2023-yil mart oyi Ramazon oyida otam to'satdan olamdan o'tib qoldilar. Hech kim tushunmay qoldi, shoshilib qoldik. Mana shu ertalab fermada qo'ylarga qarayotganlarida mazalari qochgan, shu yerdan больницаga olib ketilgan. Janoza boshlandi xullas. Hamma qayg'uda, stressda, men tushunmayman nima bo'layotganini, xuddi tush ko'rayotgandek men nazarimda. Janoza tugadi kechki payt. Amaqlarim, adam ukalari bor adayni qo'ylarga qarab qo'y. Boshqa qolib ketmasin ular ham deyishdi. Keldim. Yana xuddi shunaqa yoqmagan, o'zimga yoqmagan holatda keldim. Ichkariga kirdim. Qarasam, hamma narsa adam qo'yib ketgandek. Qo'ylarning ovqatini ham adam tayyorlaganlar. Hamma o'tirgan stollari, hamma narsa adam qo'ygandek. Keldim, qo'ylarga qarashni boshladim. Ishonasizlarmi, hozir aytsam kulgili tuyulishi mumkin. Men nazarimda xuddi adam orqamdan kelib qoladigandek. Ya qodish deb qo'yardi. Qodish qo'ylarga qaramaysanmi? Bunaqa bermaydi deb xuddi meni urishadiganday. Bir hafta davomida men xuddi adam kelib qoladigandek, orqamdan hozir kelib men tergiydigandek, nazarimda xuddi shunaqa tuyulardi. Bir hafta davomida shunaqa qaradim qo'ylarga. Keyin telefonlarni oldim. Telefonlarni qarasam, 5-6 ta odamga Ramazondan keyin qurbonligiga 5-6 ta odamga qo'y va'da qilganlar. Qo'y o'ylama, qurbonligiga menda qo'y bor, senga beraman shuni. Endi adam lavzlari sinmasin, gapirgan gaplari yerda qolib ketmasin deb majburan boqdim. Endi 18 ta qo'y edi shu payt. Va'da qilingan odamlarga qurbon hayitda qo'y olib berishim kerak, chunki adam va'da qilganlar. Qo'ylarni amallab boqdim, nima bersam, mahal-bahaliga qaralmas edi bu payt. Qurbon hayit bo'ldi. Qo'y egalariga olib berdim, amaqimga, adam ukalariga olib berdim. Ular menga pul berishdi. Qo'y pulini berishdi, sanaganim hamga to'g'risi. Endi u pulni men o'zimga ishlatib olmadim to'g'risi, chunki adam pullari qo'lim turibdi. O'zimga ishlatib olishga qanaqadir bo'lmayapti. Biton kechdim, bitonga qo'ylar sotiladi. Ko'zimga chiroyli ko'ringanini oldim. Buni ber. Ya bu hammasini berib tanlashni bilmayman bu payt. Oldim, adam pullari yo'q ketmasin degan maqsadda butga qo'yib kelib qo'ydim. Sekin qo'ylarga qarashni boshladim. O'sha mazasi bo'lmayapti. Boqolmayman chunki men bilmayman boqishni. Mazasi bo'lmayapti. O'sha o'lib qolyapti. Shunaqa qilib sotib, o'rniga olib kelib sotib. Hozir mana 100 ta shu qo'yim bor, alhamdulillah. Bu ishni menga to'g'risi foydasi ham, zarari ham qiziq emas. Chunki meni pul topadigan ishim boshqa. Bu men uchun hobbi. Adam xizmatlarini qilayotgandek tuyuladi. Haligacha adam ishini ochib kelib qoladigandek nazar. Mana shu storytelling deyiladi. Sohaga qanaqa kirib qolingani, nima bo'lgani, nima qo'yilgani aytib berildi. Va endi bulardan keyin nechta qo'ychi chiqadigan bo'lsa ham, shu videoni ko'rgan odamda bularga nisbatan o'zi boshqacha taassurot bo'lib qolaveradi. Endi nimaga aynan shu yigitdan qo'y sotib olish kerak degan savolning javobi aniq. Chunki bu yigit otasini ishini davom ettiryapti. Bu yigitga bu yerdan topayotgan daromadi qiziq emas. Haqiqatda shunaqa, chunki boshqa joyda boshqa bizneslari ham bor. Buni o'sha hobbi uchun qilayotganlarini men ko'zim bilan ko'rganman. Qolgan mana shu videoni ko'rgan odamda ham shunaqa hissiyot bo'ladiki, hali shu yigitni otasidan meros qolgan ishni davom ettirayotgan ekan. Shu yigitdan og'im kelyapti deb turib, narxiga ham talashmasdan, boshqasiga ham qaramasdan o'zi qo'y sotib oladigan, boshqa qiladigan holat bo'lishini tashkillashtirishga va qolganlardan bittada farqlanib esda qolib ketish uchun, otasini ishini davom ettirayotgan qo'ychi bola-ku degan narsa sifatida bu yoqqa qarashiga juda katta yordam beradigan instrument sifatida ishlaydi va mana shu video hozir 8000 ga yaqin prosmotr bo'lgan. Men o'zimni profilimda misol qilib ko'rsatadigan bo'lsam, bitta video bor edi. Endi men bu instrumentni ko'p ishlatib turaman, ko'p qo'yaman. Ulardan bittasini hozir ko'ramiz. Bugungi kunga yetib kelguncha nimalardan voz kechganim haqida o'ylab qoldim va ochig'ini aytsam juda ham ta'sirlandim. 2019-yilda YouTube kontentda qilishni boshlaganman va deyarli 1,5 yildan oshiq vaqt o'tgandan keyin birinchi 1000 ta obunachi yig'ilganini pitsa bilan nishonlab bergan edim. YouTube kanalimizda Asror Iskandar kanalida YouTube'dagi obunachilar soni hozirgina 1000 ta bo'ldi. Men o'zimdan rosa xursandman. Qilgan harakatlarimiz o'zini samarasini ko'rsatyapti.
Shu joyda men 1,5 yil umrimni 1000 ta obunachi yig'ish uchun bag'ishlagan. Undan keyin YouTubedan boshqa platformalarda kontentlar qilishni boshladim. Birinchi yilning o'zidan 100 minglab insonlar obuna bo'lib kuzatishni boshlashdi. Bu davrda bo'lsa, yaqinlarim, do'stlarim ustimdan kulishdi. Ana bloger qilyapti, o'zi bittasidan yetmayapti internetga degan gaplarni gapirishdi. Shu davrda menda ikkita yo'l bor edi. Yaqinlarim, o'rtoqlarim ustimdan kulmasligi uchun blogerlikni to'xtatish yoki ularning gapini eshitmaslik. Men ikkinchi yo'lni tanladim. O'zim kutmagan holda hayotimda o'zgarishlar bo'lishni boshladi. Birinchi, kichkina bo'lib boshlangan biznesimizni kattalashishi, bozorga yangi bizneslarni olib kirishi, shaxsiy hayotim, turmush tarzimda ham o'zgarishlar paydo bo'lishi va meni qiymatim ortib borishi boshladi. Hozir yoshim 26 da, oilaliman, bitta o'g'lim bor va Allohning izni bilan hayotimda o'ziga yarasha yutuqlarga erishdim deb o'ylayman. Hozir qo'rqmasdan ayta olamanki, o'sha vaqtlar ustimdan kulgan insonlar bugun o'sha davrda qilgan ishimga nisbatan fikrlarim umuman boshqacha. To'xtatmaganim sababidan Instagramda obunachilarim 300 mingdan oshibdi. Siz bilan bu natijalarga erishayotganimdan juda ham xursandman. Bugun sizni ham ichingizda nimadir blogingizni boshlashga undayotgan bo'lishi, lekin atrofingizdagi qaysidir muammolar sizni harakatda to'xtatib turgan bo'lishi mumkin. Bu videoyim sizga ozgina motivatsiya bo'lsin deb tayyorladim. Yaxshimi storytelling endi o'zini o'zi maqtagan bo'lib qolmasin. Xullas, shunga o'xshagan storytellingni men tez-tez qilib turaman. Sababi bizlarni ham yo'nalishda kontent qilayotgan odamlar ko'p, bizlarni ham yo'nalishda o'zini olib chiqayotgan odamlar ko'p va o'zimni mana shu bozorda ajralib turishim uchun yordam beradigan eng zo'r instrumentlardan bittasi bu storytelling qilib berishim. Qanaqa kirib keldim, nima yo'lni bosib o'tdim, nima etaplardan o'tdim. Mana birinchi 1000 ta obunachimni yig'ishimga 1,5 yil vaqtim ketdi degan narsani tushuntirib beraman va hozir mana blogini yuritishga kirishayotgan odamlar 10 kundan keyin podpishchiklarining soni 1000 ta bo'lmaydigan bo'lsa yoki videosini prosmotri 10 mingtadan oshmaydigan bo'lsa, уже xafa bo'lib qoladigan, depressiyaga kirib qoladigan, umuman bu ishdan voz kechaveradigan holat bo'lishini biz ko'zimiz bilan ko'rib ko'ramiz. Lekin menda birinchi qo'ygan videolarimni prosmotri 10 ta bo'lsa ham, 100 ta bo'lsa ham, 200 ta bo'lsa ham o'shanga xursand bo'lib, har bitta kommentariyaga xursand bo'lib o'tirgan vaqtlarimizdan mana kontent qilib yetib berilyapti va bu qolganlarda eslanib qolishga, ajralib turishga eng katta ishlab beradigan instrumentlardan bittasi bo'ladi va sizga ham tavsiyam nima? O'zingiz shaxsiy stilingizni toping va uni rivojlantirish ustida ishlang. Cobalt bo'lib qolmaslikka harakat qiling va BMW bo'lishga yuring. Uchinchisi, xarizmangizni oshirish ustida ishlab, storytellinglar bilan kontentingizni boyitadigan bo'lsangiz, qolganlardan farqlanib turadigan shaxsiy brend qurasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying va shaxsiy brendni rivojlantirish atrofida yurgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqaring.